Bir kun uxlab qoldim. 8 soat dars qilaman degan niyat bilan uyg'onganman, uxlab qoldim. Kvartirada yashayman. Onajonim meni kvartiraga chiqarib yuborgan. Ukam bilan kvartiraga chiqib ketganmiz. Akam Toshkentda, Toshkent tibbiyot akademiyasida o'qiydilar. Akademik litseyga uyimiz yaqin. Qatnasam bo'ladi. Onam aytardilar, "Bolam, uyda o'tirma. Uyda o'tirsang ish buyurib qo'yaman. Sen ilm olishing kerak", kettirdilar-da. Jahongirjon bilan birga o'tirib dars qilardik. Bir kun uxlab qoldim. Bir 4 soat dars qilganman. O'zimga o'zim aytdim, "Doniyor, bugun litseyga bormaysan, kim urishsa urishsin. Kecha uxlab qolganing haqqini chiqazasan" deb 22 soat dars qilganman. 22 soat. Qolgan 2 soati ovqatlanishga, boshqa ishlarga ketgan. Uxlashga biroz 22 soat dars qilganman. Ko'p mehnat qildik. Alloh taolo bu mehnatlarimizni qiyomat ajrini inshaalloh Allohdan kutaman. Alloh savobini beradi deb o'ylayman. Allohning fazli, mehribonchiligi bilan mana shu narsalarga erishdik.